Bu narsani umuman zarari yo'q, faqat foydasini sezadigan hosillar bilan tuzlama tayyorlaymiz. Buni oshqozonga juda ham foydasi bor. Eng katta probiotik hisoblanadi oshqozon uchun va C vitaminga boy mahsulotlar bo'ladi. Birinchi karamlarni shunaqa mayda to'rg'ab olamiz. Orqasidan turkadan chiqarilgan sabzimizni solamiz. 1 qoshiq tuz, 1 qoshiq shakar soldim. Tuzni ko'p sovormanglar. Oxirida ta'mini bilib, kam bo'lsa keyin qo'shasizlar, bo'lmasam sho'r bo'lib qolishi mumkin. Pershetka bilan ishlashni maslahat beraman. Tuzlari bo'lmasam xalaqit beradi tirnoqlaringga kirib qolib. Va yaxshilab suvlari chiqqungacha ham ezishimiz kerak bo'ladi. Qaranglar, qanaqa suvlar chiqqani pershetkadan ham bilinyapti. Shunaqa suvlari rosa chiqqungacha ezamiz va orqasidan murt solamiz. Lavr bargini maydalab solib, yana yengil aralashtirib olamiz. Endi bu yog'iga ezish shart emas. Va sterillangan bankamizni olib, ichiga mahsulotlarimizni solib yaxshilab ezishimiz kerak bo'ladi. Umuman orasida havo qoldirmasligimiz kerak. Suvlari chiqib yana ham mazali bo'ladi. Qaranglar, qanaqa suvlari chiqdi. Hech qanaqa ortiqcha suv ham qo'shilmagan, bu o'zini suvlari. Va ustini havo o'tkazadigan doka o'rab, xolodilnikka 1 kunga olib qo'yamiz va 1 kundan keyin bemalol yesalang bo'laveradi. Xolodilnikda turishi shart bo'lmasa aynib qoladi. Buni foydalari juda ham ko'p. Buni tayyorlaganlar yaxshi biladi. Yoqmishda ham.